Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozun alilleri o'zining orzuli qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshenzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Küllük bağa tarqan ta'zim baja keltirib chiqib ketdi. Oydinlik ulug' mo'n meshbelga qolgan oltin taxtda uzoqcha xiyol surib o'ltirib ketdi. Atigandan beri uning ko'ngli oromida bo'lmay, kelidan g'izo o'tmadi. U qo'shinlarni otlantirib shahar mudofiyasini o'rinlashtirgan bo'lsa-mu, yanala xotirjam bo'lolmadi. Küllükbek xatarli raqib. Qolgan jamiyati ichidagi bir muncha kishilar uni qo'llaydi. Boshqa baglar ichidimi uning obro'yi yuqori. Bu oltin taxtga ko'zini qizartirayotganlar unidan foydalanmoqchi bo'layotdi. Endi men kimdan foydalanay? Kimga ishinay? Jamiyatimiz ichidagilardan bir pontigen bu shaharda men bilan birga turayotgan edi. Lekin u muhaddislar mendan norozi bo'lib, xalqni yaxshi boshqara olmadi deb keynimda g'ajab g'udonshib yuriydi. Farmonimga quloq solmaydi. O'zi bilgancha ish qiladi. Mana endi umuman shundoq ig'ir kunlarda yonimda bo'lmay, yiroqdagi tog'larga ketib qoldi. Qag'an qo'lashmagan harakatlar bilan oltin taxtdan tushib, Topqaç xotunning hujrasiga kirdi. Qag'an hujraga kirganda Tayxi xotun Topqaç usulida egiz ko'tarilib qo'pirilgan kong ustidagi qatqas silingan shoyi ko'rpalarda tizlarini quchoqlagan holatda mukchiyib o'ltiradi. Oxirgi kunlardan beri u to'la urib, tortib, hasrat nadomat ichida yursa-mu, yana o'zini tashlab etmay, tartos qilishni unutmay, yosinib tarinib yuradi. Aydinlik ulug' mo'n meshbelga qolgan har doim Tayxi xotun bilan yolg'iz qolganda va bo'libmi uningga yaqin turganda, uning badanidan kelayotgan sehrligicha ajoyib yiqimliq puraqni purab qolganda, go'yoki qon tomirlariga illiq iqim tarqalayotgandek bo'lib, barliq xafaliqlarini unutib ketadi. Bu xuytatliq Topqaç xotun har kuni o'zining qo'ynida yassamu, uningga hech to'yidigandek emas edi. Tayxi siliqini kelib eriga yepishdi. Qag'an xotunini bag'riga besib, yirik saqilini uning yumran mag'ziga yoqdi. Tayxining mo'ngluq ko'zlaridan yosh quyilib ketdi. Qag'an uning murillaridan tutib, shu yoshliq ko'zlariga tikilib qaradi. Yana yig'layotsan-ku. Bo'ldi, yig'lama. Ko'nglim bir shumliqni tuyayotgandek bo'layotdi. Bu yerdan ketaylik-chi, Chang'anga boraylik. Qo'llarimni siylanib ketdim. Ma'qul Tayxi. Isyon bostirilgandan keyin seni Chang'anga olib kelay. Bo'lamdi? Endi yig'lama. Biroq isyon qachon bostiriladi? Bu ma'lumotchilikni imkon qadar tezroq tugutishga tirishaman. Ularni bostirishga bir qo'shin avatdim. Ati o'gin shaxsan o'zim zo'r qo'shinni boshlab, hal qilg'ich zarba berishga otilmay da'vataman. Yo'q, unda qilmang buyuk qog'onim. Siz qog'on turib jangga chiqsangiz qanday bo'ladi? Unda qilmang.
Men tul bo'lib qilishni xohlamayman. Topg'ash podshohlari o'zlari jangga chiqmaydi. Qo'rqma Tayxa. Men hech nima bo'lmayman. Hozirgi ahvolda men o'zim jangga chiqmasam bo'lmaydigandek turadi. Isyanchilarni bostirishga avatilgan qo'shin Kulik Begning qo'shini bilan bo'lgan cho'ng jangda qattiq mag'lubiyatga uchradi. Ordu qo'shinining bir qismi qirib tashlandi. Bir qismi Kulik Beg tarafga o'tib ketdi. Oydinlik ulug' munmishbelga qolgan mag'lubiyatdan ruhi tushgan, tug' alamlarini yo'qotgan, ba'zilari otlardan ayrilgan, ba'zilari yarador bo'lib, bosh ko'zlarida qon dog'lari uyib qolgan askarlarni ko'rib, ichiga zahar quyilgandek bo'lib ketdi. Ordu Baliq shahridan 2 kunlik yerdagi keng dalada ikki tarafning saplari yana to'qinishdi. Her iki tarafta oltin ranglik bo'ri beshining shakli tushirilgan ko'k bayroq lapildaydi. Her iki tarafning jangchilari ko'k tangri, ko'k bo'ra deb uran to'laydi. Bajoyiki afsonaviy yirtqichlardek quturgan odamlar o'z qondosh qarindoshlarini rahimsizlik bilan qirg'in qiladi. Bara-bara Kulikbek taraf ustunlikni egalladi. Oydinlik ulug' munmishbelga qolgan tashabbuskorlikni qo'ldan berib qo'ydi. Uning saplari yemirilib, chekinishga yuzlandi. Qolgan jon achchig'ida qilich urib, olg'a intilib, askarlarga madad berishga urinib baqdi. Lekin amal bo'lmadi. Qolgandan talay qochgan edi. Isyonni bostirish umidi yo'q chiqdi. Qolganning buyukligi yerga urildi. Osmonda to'lin oy va sonsiz yulduzlar xuddi hech ish bo'lmagandek nozik jimirlab, qorong'ulikqa cho'mgan jimjit talliga o'zlarining sutdek oq nurini to'kib turadi. Oydinlik ulug' munmishbelga qolgan bajoyiki boshpanoqsiz qochqun sargardondek beshini egarga qo'yib, qurib ketgan yumshoq to'pi ustida so'zilib yotadi. Uning yuragi qisilib, uyqu qochgan ko'zlaridan yosh agidi. U ich-ichidan ig'ir xo'rsinib uratdi. U bir buyuk qolgan edi. Endi nima bo'ldi? 2000 ga yetmaydigan nökar bilan xuddi ovchidan o'rkib ketgan qo'landek qechib yurdi. Qayni uning ostonasi, qayni uning oltin taxti, qayni uning qatun va cho'rillari. Sargardon qolgan tongga yaqin uxlab qoldi. Tushida o'rdadagi o'z hujrasini ko'rdi. U yumshoq mamuq ko'rpalarda Tayxi qatunning oppoq tanlarini silab, mislsiz rohat farog'at ichida yotadi. Tayxi qatun uningga erkilab yipshatdi-da, ketayli deb takror pichirlaydi. Lekin uning ovozi borgan seri qolganning quloqlaridan yiroqlab uchib ketayotgandek tuyuladi. Nökarlarning varang-churunglari qolganni uyg'otdi. Nima ish bo'ldi? Nima deyishyapsizlar? Chorliqchilar qaytib keldi. Ordu baliq qo'ldan ketibdi. Bu javobni anglab qolganning beshi aylandi. Uzoqcha xomush holatda zuvon surmasdan o'ltirib ketdi. U o'ruqlab, ko'zlari o'ltirishib ketgan, chach soqollari to'pi besib chegishishib ketgan bo'lib, buyuk qog'onga zodili o'xshamay turadi. U xuddi kuchidan qolgan bechora bo'vaydek o'rnidan tasdi qo'pdi va putlarini so'rab, yiroqda ko'rinib turgan edirlar orasiga kirib ketdi. Demi ichiga tushib ketgan nökarlar qanday qilishini bilmay uning orqasidan qarab qolishdi. Qog'on edirlik orasida to'xtab, kamriga esilgan xanjarni g'ilibidan sug'urib oldi. Uning ko'zlaridan 2 tomchi yosh sirg'ib eqib tushdi. Buyuk qog'on endi buyuk emas, qudratlik emas edi. Azru Tangri, mani burxon, ruhimni qutluq qilg'aysizlar. Uning chiroyi totirib, xanjar tutgan qo'li titrab ketdi. U to'satdan shamanlarning ruhlariga murojaat qilishlarini o'ylab qoldi. Azaldan davomlashib kelayotgan o'dimni, quyosh e'tiqodini esiga oldi.
va idir orasidan yugurib chiqdi-da, qip-qizil nur chechib, ufqdan o'rlab chiqayotgan quyoshga ko'z tegdi. Quyosh ulug'dir. Quyoshga yuz tutgan odamning dili yo'riq bo'ladi. Qag'an xanjarni mahkam siqimlab, bor kuchi bilan gilg'i surkadi. U yiqildi. Ulug' quyoshga intilayotgan qiyofatda ikki qo'lini oldiga so'zib, dum yetib qoldi. Oydinliq ulug' munmish belga qog'anning bo'ynidan oqqan qip-qizil qon qog'jirab ketgan quruq tuproqda uyib qoldi. 6-bob. Oltin taxtda o'smir qog'an. Ordu baliq mudofiasiga mas'ul bo'lib qolgan kulik bog'a tarqan chaparmanlardan qog'an boshlab ketgan zo'r qo'shinning mag'lubiyatini uqqandan keyin mislsiz vahima ichida titrab ketdi. Ko'zlari qorong'ulashib, kekirdikiga achchiq bir narsa kaplashib qolgandek bo'ldi. Kulik bagning qo'shoni hayol bo'lmay shahar sepillari tubida paydo bo'lishi mumkin edi. Kulik bog'a tarqan oldirab tenib etig'i mindida qo'riqchi navkarlarning hamrohligida qal'adan chiqdi. Barman 105ni chaqiringlar! Barman 105! Darhol jangchilaring bilan otlanib, Boybaliq shahridan yordamchi qo'shinni boshlab kel! Barman 105 o'zining 100 nafar jangchisini boshlab, otlarini qo'yindek choptirganicha shahardan chiqib ketdi. Ularning ichida o'tamishmi bor edi. Ushtum tut otlanish buyrug'i tushgandan keyin u shahardagi qismda qolgan otisi Basan qori bilan chala-puch xo'shlashib olishga oron ulgurdi. Bo'g'im bilan xo'shlasha olmadim. Oy tuzini ko'rolmadim. Hey, ular bilan ko'risholmay qolamanmi? Urush parokandichiligida kimning qandoq bo'lishini hech kim faraz qila olmaydi. Jonboyada qazoba. Hey, lekin urush degan urush, jangchining vazifasi urush qilish. Ular shahardan chiqib, ikkinchi kuni Kulikbagning 1000 kishilik chorlug'uchilar qo'shiniga do'qurishib qoldi. Barman 105ning jangchilari o'zlarini chatga elishqimi ulgurolmadi. 1000 degan 1000, 100 degan 100. Qisqig'ini tangsiz chepishdan keyin Barman 105ning 80 dak odami omon qoldi. Ular Boybaliq tarafga o'tolmay, beshi qo'ygan taraflarga qechib qutuldi. Ordu baliq sepillarining ichida tut bo'lib turgan kulik bog'a tarqan sirtdan yordamga erisholmadi. U kunda necha qitim sepil ustiga chiqib, ko'zlari tolg'ucha to'rt atrofga sariqib qaraydi. Bu dunyo nim bo'lib ketyotidi. Ya Barman 105dan derak yo'q. Ya boshqa bag tarqallarning qag'onga sodiq bo'lganlik alomati yo'q. Xuddi bu ostonani hamma odam unutib ketgandek, hech kimning qarshi ko'rinmaydi-ku. Va holanki, ostona unutilmagan edi. Yoz bilan kuz tutashgan kunlarning birida Kulikbagning qo'mondonligidagi zo'r qo'shin ordu baliqni muhosiraga oldi. Kulik bog'a tarqan sepil ustida sirtqa qarab, arvohi uchib ketdi. Uning yuragi qattiq so'qib, ko'zlari chanoqlardan chiqib ketgudek bo'ldi. Sirtkilar hujumni boshladi. Shaharni qo'g'dug'uchilar ularga qartib o'qyalardan o'q o'zdi. Jang o'ti qizib ketdi. Kulik bog'a tarqan sepildan olmon-talmon yenib tushdi. Tun nisbi bo'lganda xotin bolalarni yuk taqinlarini harvularga besib, ordu qo'riqchilarini otlantirib shahardan chiqib ketdi. Kulik bog'a tarqan cho'l dalalarda 15-20 kunlargacha tenab yurgandan keyin oydinliq ulug' munbish belga qog'anning titrab ketgan odamlarni uchratdi. Qog'an o'ldi degan xabarni anglaganda bu qo'shqin tarqanning yurkiga nashtar sanjilgandek bo'ldi. Ordu baliq hujum boshlanib 2-chi kuni qo'ldan ketgan edi. Endi qog'anmi yo'q bo'ldi. Tugadi. Hammasi tugadi. Kulik bog'a tarqan qechib yurib, borg'ali yerida qarshi elinmaydigan mehmon bo'ldi. Uni qo'llaydigan odam chiqmadi. Qochqin tarqan yayloqdan yayloqqa qechib yurib, jinini sig'dirg'idek joy topolmay qoldi.
Külük bəyning izchillari uni üzüldirmay qo'g'lashni davomlashtirdi. Shu kunlarda Tarqan xuddi ovchilardan qechib holi qolmagan tanho jaranga o'xshab qoldi. Endi naga baray? Ularning qo'liga tushsamla kallam elinadi. Bunda qechib yurib jinimni saqlab qololmagadekman. Bu Külük bag degan muttahamning daksini beraligidek bir yo'lanchik tepilmasmi? Qirg'izlar bu muttaham Külük bagga qirg'izlardan boshqasi tetiy olmaydi. Boshqa amal bormi ya? Ilgirki vaqtlarda to'la to'polon ko'tirib xonliqqa orom bermagan cho'ng-cho'ng qabilalar endi jimib ketgan edi. Qitan, Basmil, Tatobi, To'qqiz Tatar, Ushqorliq, Sir Tardush qabilalari allaqachon o'zlarini O'rxun Uyg'ur xalqining qonunliq puhralari hisoblab tinch yashaydigan bo'lib ketgan edi. Ularning xalqqa qarshi turgan ishlari allaqachon unutilib ketgan bo'lib, faqat mangu tashlardagi xotiralarda saqlanib qolgan. Oltin taxtda kim o'ltirsimi, ularning kori yo'q edi. U qaysi tarafdan o'ylasimi, hamon oshu qirg'izlar degan sada uningga orom bermaydigan bo'lib qoldi. O'rxun Uyg'ur xalqi qurilgan dastlabki kunlarda sobiq Ko'kturik xalqining tarkibida bo'lgan har qaysi toifalar huquq talashib, keng ko'lamda urush qo'zg'ashdi. Qitan, Tatobi, To'qqiz Tatar, Ushqorliq va qirg'iz qabilalari o'zaro moslashib, yog'loqar urug'idan huquq tartib elib, 9 o'g'iz Uyg'urlarning hukmronligini oqtirib tashlashga urindi. Uyg'ur xalqining tunji hukmdori ko'l belga qolgan bu to'polonlarning hammasini bostirib, yayloqni tinchitdi. Bulardan faqat qitanlarla Uyg'ur xonligiga qo'shilmay, Amur daryosi bo'ylariga ketib, ayrim bo'lib oldi. Lekin uzoq o'tmay, ular Anlushanning zarbasidan qutulish uchun o'z ixtiyorlari bilan Uyg'ur xonligiga qo'shildi. Shuning bilan oxirgi majra besiqqandek bo'ldi. Afsuski, milodiya 758-yili Uyg'ur qo'shoni o'ttir tuzlandagi Anlushanga qarshi urushga bog'lanib qolganlik fursatsidan foydalanib, qirg'izlar yana isyon ko'tardi. Natijada Uyg'ur qo'shoni o'ttir tuzlandagi urushdagi to'liq oyoqlashmay turibla qaytib kelib, qirg'izlarga jazo yurish qildi. Ularni bostirib, Yensay daryo vodisi bilan Bayqal ko'li atrofidagi joylarni qaytadan birlikka keltirdi. Vaqtning o'tishi bilan palak chaqi aylanib, Uyg'ur xonligining saltanati kayni-kaynidan ig'ir buhron o'tganlarga duch keldi. Xon jamiyati ichidagi inoqsizlik ulg'aydi. Har qaysi urug' va qabilalar o'ttirsidagi jangi jadallar ko'payib, muqimsizlik holati uzoq davomlashdi. Qirg'izlar aksicha tadrijiy kuch to'plab zo'riyaverdi. Shuning bilan milodiya 818-yili ular Uyg'ur xonligidan bo'linib chiqib, Yensay vodisida o'zlarining xonligini tikladi. Ichki majralarga petib qolgan Uyg'ur hukmdorlari buningga qarshi hech qanday harakat qo'llanmadi. Qirg'izlar shuning bilan bo'ldi qilmay, Uyg'ur xonligi tavbasiga davomli bostirib kirib, parakandichilik selib kelmoqda edi. Bu yangidan qurilgan Qirg'iz xonligining oliy hukmdori Oju ismli qog'in Sadijin sibilining shimolidagi barliq yayliqlarda o'z hukmronligimni tiklayman deb davron solmoqda edi. Ordubolikdan qaychib chiqib sargardon bo'lib yurgan Külük bog'i Tarqan yuqorqidagi sabablar tufaylidan qirg'izlarni panoh tortmoqchi bo'ldi. U o'ziga sodiq bo'lgan 2000 dak chavandozni boshlab, bundoq sovuq kuz kunlari odam oyoq bosmaydigan cho'lga ichkirilab yoshirinib yotgan edi. Osmonni eg'ir qora bulutlari qoplagan bo'lib, sovuq shamol gurkirab so'qib turadi. Titilib kirlishib ketgan kigiz uydan Külük bog'i Tarqan chiqib, sal nerida qurib ketgan o'cho'plar ustida g'amkin xiyol surib o'ltirgan bir chavushni ishorat bilan chaqirdi. Askarlarni yig'ib, yo'lga chiqaylik. Nega boramiz?
Yensay vodisiga qirg'izlar tarafga boramiz. Shundoq qilib, Kulik bog'i Tarqonning yetakchiligidagi och qolgan, umidsizlangan 2000 chavandoz o'ruqlab, qo'tirlashgan otlarni minib, oila tavobatlarini horvalarga joylashtirib, shimol tarafdagi Yensay vodisiga yo'l oldi. Shuncha asalla o'rda ishlarini ostin-ustin qilayotgan Kulikbay safar quchgan holda o'z qo'shinini boshlab, o'rda baliqni ishg'ol qildi. O'rda amaldorlari uning oyoqlariga yiqilib, itoat bildirishdi. Kulikbay ularni kechirdi. Ularning boshlarini silab, otadarchilik qildi. Sizlar qochqun Bog'a Tarqonga ergashmanglar. Bog'a Tarqon bir qism shaxsiyatchi to'rlar bilan til beriktirib, oydinlikni taxtga chiqargan edi. Biz barliq xon jamiyatiga ham ko'pchilik bey to'rlarga vakolatan haqiqiy qonunli qog'onni taxtga o'ltirg'izamiz. Shundoq qilib, xon jamiyatining vakillari nurg'un bey to'ralari o'rdu baliqqa yig'ilib kengash o'tkazdi. Qimmatbaholiq kimxobton kiyib, qo'yuq o'sgan qo'ng'ir soqol burtini tekshi qirqib, tarab yasangan Kulikbay alohida tantanalik qiyofatda o'tirg'i chiqdi. Ko'pchilik un-tin chiqarmay uningga tikildi. Aya aql to'rala, aya botur tegilla. Biz bugun kun tangri ham oy tangrining xolishi bilan, ajdodlarimiz ruhlarining qo'llashi bilan haqiqiy qog'on bo'lishga munosib nomzodni tanladik, ham uni o'zimizning qonunliq hukmdorimiz qilib sayladik. Uni xondanligimizning oltin taxtiga chiqarayli. Oq soqolliq ikki to'ra shahoni qizil to'n kiyib, beshiga qizil yog'liq tangan oq pishmoq bir o'smir bolani ikki yondan yetilab kelib, oltin ala tayyorlab qo'yilgan oq kiygisga o'ltirg'izdi. Mana bu biz saylagan nomzod Qo'zat ekan. Qo'zat ekanni taxtga o'ltirg'izayli. Bugundan e'tiboran u bizning qog'onimiz bo'ladi. Buyuk qog'onimiz qutlug' bo'lsin. Aya, muhtaram yor Allah. Hammamiz birlikda kuch chiqarib, o'zimizning qog'onimizni tikladik. Qog'on jamiyatining roziligi bilan peqir ulug' buyruq bo'lib saylandim. Endi maslahatlashadigan yana bir ish qoldi. Azaldan davomlashib kelayotgan udumimiz bo'yicha qog'on o'lgandan keyin qatun yangi qog'onga yotliq bo'lishi kerak. Hozir tarixiy qatun tul bo'lib qoldi. Yangi qog'onimiz texi balog'atga yetmagan bola. Shunga har qaysilari muvofiq topsa, tarixiga men ig'dorchilik qilsam degan o'yim bor. Bo'lmasmikan muhtaram ulug' buyruq. Tarixiy qatun Tabg'achxonning qizi. U ilgari keyin bo'lib, Uyg'ur qog'onlaridan ikkisiga qatun bo'ldi. Bundan keyinmi yanala qog'onga yotliq bo'lish kerak. Hozirgi qog'onimiz balog'atga yetgandan keyin tarixiy qatunni o'z elkiga oladi. Kulikbay ortiq gap qilmadi. To'ralar qaytib ketishdi. Bu qaytimqi yig'inga Pantegin qatnashgan edi. Yig'in boshlanib oyoqlashguncha u bir eg'izmi gap qilmadi. Uning qo'shimisi turilgan, ko'zlari xiyolchan, chiroyi miskin ko'rinadi. Saraydan qaytib chiqqandan keyinmi u hech kimga qaramasdan etig'i mindida o'z uyiga yo'l oldi. Uning uyimi mushu qal'a ichida edi. Ushtum-tut kimdir biri etini chaptirib kelib uningga yondashdi. Pantegin o'zining xiyol dunyosidan qaytib yondashgan kishiga qaradi. Ha, bu senmiding o'rgatigin? Ajab xiyolchan ko'rinasan-ku. Nimani o'ylayapsan? Hech nima o'ylamadim. Hech nimani o'ylamadim degan nimasi? O'ylaydigan ishlar nihoyat ko'p turmamdi. Masalan, alayli bola qag'an cho'ng bo'g'icha yeshi 30 dan eshib qolgan tayxi qirib ketmamdi. Buning bilan seni nima ko'ring? Bola qag'an yana bir necha yildan keyin tayyor bo'lib qoladi. Uninggacha qatunmi qirib ketmas. O'g'il shundoq, biroq tayxini yana bir necha yilgacha saqlatib, uning nafsini taqildatishning nima hojati? Rostini esam, tayxini
men alaymikin deb o'ylagan edim. Bizmi xon jamiyatining a'zosiga bizning qaysi shartimiz to'shmog'idak. Taxtda kim o'ltirgan bo'lsa, qatun shuning. Balli, mening demoqchi bo'lganim shu. Bizningmi qolgan bo'lishqa shartimiz to'shidi-ku. Bu Kulukbek degan heligar tulka hammamizni o'ynatib-atadi. U qo'zateginni qo'rchaxon qilib tiklab qo'yib, amaliy huquqni o'z changalida tutish uchun mushundaq qildi. Bo'ldi, og'zini yum. Mushundaq yeniklikni qachon tashlaysan? Hozir hamma yerda Kulukbekning oygoqchilari bor. Mushu gaplaring oshkorinib qoladigan bo'lsa, oshkorinib qaz qandaq bo'ladi ekan? To'xta. Sen bilan so'zlashmoqchiman. Beshingni ichingga tiqibdi yursan-ku. Ashu Kulukbekdan qo'rqmamsan? Kulukbek Ordu baliqni ishg'ol qilganda men yayloqda edim. Agar uning bundoq qilishidan burunroq xabar topgan bo'lsam, balkim uni to'sishga harakat qilgan bo'lar edim. Oydinlik qolgan elni so'rashda iqtidorsiz bo'lganligi rost. Lekin uni zo'rlik bilan emas, balki oqsoqollarning kengashish yo'li bilan almashtirish kerak edi. Lekin Kulukbek qo'shin tortib qirg'inchilik yurgizdi. Endi bizmi Kulukbekni og'dirimiz deb yana bir qitim qirg'inchilik yurgizamdiq. Uningsizmi yetib oshqidek dardimiz bor. Xalqimiz ochlikdan o'lib ketyotidi. Tarqilib, to'zib ketyotidi. Biz hozir taxt majrosidan saqlanib, birlikda kuch chiqarib, ahvolimizni yaxshilashimiz kerak. Bo'lmasa hammamiz tugishimiz. Hey, bo'ldilar. Sana gap tepib bagili bo'lmaydi. Barman 105 har xil to'qinishlardan amon qolgan 50 tek odamini boshlab, yayloqdan yayloqqa, qishloqdan qishloqqa ko'chib, yo'shirinib yuradi. U oldingi qog'onning o'rdi qo'riqchilaridan bo'lg'achqa, yangi qog'onning qo'liga tushib, jazoga tortilishidan qo'rqadi. Lekin boshqalarning o'xshamaydigan ko'z qarashlari chiqqalib turadi. Ba'zilar yangi qog'onga adovat saqlab yurgan baglarga qo'shilib, qaytadan Ordu baliqqa tegish qilish taklifini aytishdi. Ba'zilar yangi qog'onga taslim bo'layli deyishdi. Yana ba'zilar qirg'izlar tarafga o'tib ketish kerak degan qarashda ching turishdi. Farmon 105 bu fikrlarning hech qaysisiga qo'shilmaydi. Bu yerdan yiroqroq bir yurtga berib ovchilik, beliqchilik qilib jon beqib turayli. Keyingi ahvolni keyin ko'ramiz. Bu taklifga boshqalar ko'nmadi. Shuning bilan bu 105ning qo'l ostidagi odamlar har yoqlarga tarqalib ketishdi. Ba'zilar yangi qog'onning kangchilik qilishidan umid kutib, Ordu baliqqa qaytib ketdi. Ba'zilar kangchiligiga erishishdan umid kutmasdan Yensay vodisiga yo'l oldi. Bir munchillari o'z yurtlariga ketishdi. Barman 105ning yanida yolg'iz o'tamishla qoldi. Ular ikkisi dalalarda jaran, to'shqan o'g'lab bir necha kun o'tkazdi. O'tamishning ichi qaynab buruqtirma bo'ladi. Otsini, bo'g'isini o'ylab xotirjamsizlanadi. Suyguni oy tuzini har aslaganda yuragi achchiq o'rtinib echishqandek bo'ladi. Ularning bo'p ketgandi. Aman turganmidi yoki Barman 105 Ordu baliqqa qaytib ketayli. Shaharga maxfiy kirib, qayashlarimni elib chiqayli. Ondan boshqa yurtga berib tirikchilik qilamiz. Ma'qul. So'g'uq tushib qoldi. Dalada bundoq tinab yuraverishga bo'lmaydi. Menga bir qari yetim, bir tuqqanim yo'q. Ishim sendan xeyli cho'ng bo'lsa-mu, texa o'ylanmadim. Bordigan yerimmi yo'q. Sen bilan birga boray. Shunda qilib, kech kuzning so'g'uq shamali gurkirab turgan bulutli kunlarning birida ular Ordu baliqqa yetib keldi. Iloji bilan tonish-bilishlarga ko'rinmaslikka tirishib, jesakchi va qorovullardan o'zlarini chatga elib, O'tamishning uyiga kelishdi. O'tamish uyoq-buyoqni oylanib qarab chiqqandan keyin yana etig'i minib Oytuzlarning uyiga bordi. U yerdami hech kim yo'q edi. Barman 105 O'tamishga tasalli berdi. Ko'nglini buzma afkam. Yana izlab baqayli. Deriki bo'p qola. Ishkaylan atrofdagi dehqonlardan surishtirib, Topar buvay, Bahsan qara, To'kal bug'a va uning qizi Oytuzning birlikda shahardan xufiyani chiqib ketganligini uqdi.
lekin ularning zodi naga ketganligini hech kim bilmaydi. Ular qechib ketmisi bo'lmaydi. Yangi qag'anning cheriklari shaharni ishg'ol qilgandan keyin shahar mudofaasiga qatnashganlarni qo'g'lab, o'yma-o'y izlab yurib qirg'in qildi. Shaharni 3 kungacha bulan-talan qildi. Xotin-qizlarni qo'lliqqa tutib ketishdi. Men ularni yana izlayman. Ularni topmasam bo'lmaydi. Albatta, men sana hamdamda bo'laman. Ikkimizning taqdirimiz bog'linib qolgan o'xshaydi. Boshqa shahar va qishloqlarni aralab ko'raylik. 7-bob. Qirg'iz otlari kishnamoqda. Bu yerlarda qish boldur kelib uzoq davomlashadi. Yensay daryosi qirg'oqlariga to'lib jush urib oqmoqda. Daryoning ikki tarafidagi cheksiz o'tloqlarda o't cho'plar sarg'ayib qurishga boshlagan edi. Shimoldan to'xtamay so'qib turgan so'g'uq shamol qish kunlarining kelib qolganligini eslatib, ko'k osmon yuzini ig'ir qor bulutlar bilan yepib turadi. Saharda yoqqan tunji qor tabiatga yangicha tus berib, butun atrofni oq dunyoga aylantirgan edi. Faqat o'sha hayvatlik Yensay daryosilar o'z rangini o'zgartmay, ushoq bujg'ulliq to'lqinchilarni hosil qilib, to'xtamay eqib turadi. Ushtumtu tabiatning bu ko'rkam va saltanatli jimjitligini buzib, ot tuyoqlarining do'pirlagan sadosi anglandi. Taxminan 1000 da qirg'iz chavandoz otlarini tez choptirib kelib, bir egiz to'pilikda to'xtadi. Past tarafdagi tuzlanga ko'z tikdi. Qarliq tuzlangda 2000 otliq odam paydo bo'lib qolgan edi. Ularning yiroq yerlardan kelayotganligi bilinib turadi. O'ruqlab, quruq ustixon bo'lib qolgan otlar boshlarini sangilatib, putlarini oron so'rab kelmoqda edi. Kishilarning to'lisining usti beshi yelin va yirtiq bo'lib, ularning bu yerlarga suvda yoki ziyorat uchun kelmaganligi aniq edi. Qirg'izlar otlarni yo'rg'ilitib pastga tushdi. To'xtanglar! Nima odamsizlar? Biz Uyg'urlar qirg'iz qarindoshlarni panoh tortib keldik. Men Uyg'ur xalqining ulug' buyrug'i Ko'lik bog'a tarqan bo'laman. Meni orduga boshlab opiringlar. Sizlarning qog'oninglar bilan so'zlashadigan ishim bor. Yanlarga qilich, xanjar osgan bu qirg'izlar bejirim va qovul otlarini o'ynoqlatib, ularni qo'rshab mangdi va qog'onning chidiriga boshlab kirdi. Tanrida qut bo'lmish. Aju qog'oni qut bo'lsin. Tinch turdingmi bog'a tarqan? Qani o'ltirgan. Beshimizga kun tushdi, buyuk aju qog'on. Qarniyatchi Ko'likbek ostonimizni ishg'ol qilib oldi. Qonunli qog'onimiz qazo topdi. To'plarni tinchitishga amalsiz qoldik. Bu isyonkorlarga yo'l qo'ysak, ma'lumanchilik kengayib, qirg'iz yurtlaridami parakandichilik tug'ilishi mumkin. Ko'likbek bu yerlarga jazman yurish qiladi. Tushundim. Bosh isyonkor Ko'likbek Uyg'ur qirg'iz xalqlarining an'anaviy urf-odatlarini dafsanda qilib, shamonlarimizni ko'zga ilmaydigan bo'lib oldi. O'zimizning turk yezigimizni amalda qoldirib, so'g'dilarning qamlashmagan yezigini ishiltib atadi. Tuxumi qurug'ur manixaylarga agishib. Bo'ldi. Bu gunohlarni yolg'iz Ko'likbekga dengab qo'yg'ili bo'lmaydi. Ko'likbek dexa amdila huquq tartibopti. Biroq sen davatgan gunohlik ishlar sizlarning oranglarda uzoqdan buyon davomlashib kelyotdi. Sizlar hammanglar ota-bobolarimizning muqaddas ruhlariga hurmat qilmasdan ma'ni diniga kirib, shamollarimizni xorladinglar. Bizga o'xshash qarindoshlaringlarni chetga qayirib qo'yib, qinimiz qo'shilmaydigan so'g'diylar bilan opaq-chapaq bo'lib ketdinglar. Buyuk qog'onim. Dana gap qildingiz. Biz gunohkor, biz ozdiq. Ota-bobolarimizning e'tiqodini tashlab, so'g'diylarning ma'ni jinlariga agishib ketdik. Shuning uchun ajdodlarimizning muqaddas ruhlari bizni qo'llamaydigan bo'lib ketdi. Shuning uchun bizni falokat bosdi. Bo'ldi. Bu gaplarni davrishning foydasi yo'q. Panoh izlab kelgan bo'lsanglar, panoh beramiz.
Bu yerda qanchalik turishni xohlasanglar, shunchalik turaveringlar. Sizlar bizning mehmonimiz ham do'stimiz. Tashakkur buyuk qog'anim, tashakkur. Sizga bir taklifim bor. Ma'qul ko'rasizmi-ekan? Qandoq taklif? Kulik bey butun xalqni qo'lga kirgizib oldi. Nurg'un bey tarqallar uni qo'llab chiqdi. Hozir qirg'izlardan boshqa hech qanday qo'shin uni yengolmaydi. Gapini davomlashtir. Kulik bey doim oldingi qog'anni qirg'izlarning ayrim xalq bo'lib olishiga yo'l qo'ydi deb ayblaydi. U o'zini mustahkamlab, oldi kaynini o'ngshib olgandan keyin cho'qim sizlarga qarshi jazo yurish qiladi. Shunga uning o'zini o'ngshib olishiga fursat bermay, tashabbuskorlik bilan qo'shin tortib, uni og'dirib tashlash kerak. Seningcha Kulik Beyni og'dirg'ili bo'lamdi? Buyuk qog'anim, qirg'iz qo'shini botirlikda tangdoshsizdir. Uning ustiga Uyg'ur elida uda bir necha yil qurg'oqchilik ofti bo'lg'achqa chorva mollar qirilib, ocharchilik bo'lib o'tadi. Yo'qimliq kasal tarqalib, o'lim yetim ko'payib ketdi. Puhralar har taraflarga ko'chib, pitirab ketdi. Oqsoqol to'rilar ichida birlik yo'q. Bey, buyruqlar o'zaro zidlashib, bir-birini qaslab turishidi. Har qaysi urug' qabilalar put tepishib, urushib turibdi. Shunga qo'shin ichidimi ittifoqlik yo'q. Tartib intizom buzilgan. Bundaq ahvolda ularning g'albalik jang qila olishi tez. Qish fasli o'tib ketsin. Uzoqdan buyon ko'nglimga pukib kelayotgan orzuliq payt oxiri yetib keldi. Qirg'iz oqsoqollari o'tmishdagi Ko'kturik xonligigami ham hozirgi Uyg'ur xonligigami qo'shilishga unamay, bo'linib chiqib ketish uchun kurash qilib kelgan edi. Ko'kturik xonlarimi, Uyg'ur qog'onlarimi ularning mustaqillik harakatlarini ko'p qaytim bostirgan edi. Lekin qirg'izlar boshdan oxiri tinchimadi. Ular noqul qurolliq kurash qilish bilan maqsadiga yetolmagandan keyin tadrijiy holda siyosiy kurash taktikasini qanot yoydirdi. Uyg'urlar bilan ustunlik talashib turayotgan Turkash va Tibet xonlari bilan munosabatni quyuqlashtirdi. Tapg'ishlarga itoat bildirib, Tang sulolasi podshohlarining qo'llashiga erishdi va zo'r moddiy boylikni qo'lga keltirdi. Ajo oqsoqol butun qirg'iz xalqini qo'zg'ab, o'z oldiga ayrim xalq tiklaganligini e'lon qilganda, ichki tashqi qiyinchiliklarga bo'g'ilib hech holi qolmagan Uyg'urlar qarshilik ko'rsatmadi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mushu yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Nima degan esil otlar, nima degan botir azmatlar bular. Bo'ldi, qo'g'lashni to'xtatinglar. Buyuk ajo, ularni biroqla yo'qotmoqcha to'xtamaylik. Ularning har ikkisi bizga bo'yin to'lg'ab, o'z beshimchilik qilib yurmandi. Shu gap emasmi? O'rgatilgan ochiqdan ochiq o'qituvchilik qilib, bizga tahdid silib yuribotmandi. Ey, ajo! Odamlarimning ko'pligi bilan ko'ranglab ketma. Meni tonib qo'y. Men pantigim bo'laman. Biz yana ko'rishimiz, adibini o'zim beraman.